Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, qadrdon akalarimiz. Hop, o'zimizni qishloqqa arendaga apparatdan tayyorlab qo'ygan edik. Chiroyli, baquvvat, pashti yangi holatdagisini. Mana shu ekranlari ham boshqadan qilingan, telefon nomerlari yozilgan. U Namangan bo'yicha ishlatishadi asli. Hop. Kapot novlari hamma joylari tayyor. Pichoqlari ham o'tkirlab qo'yilgan. Mana shu ekranni boshqa tayyorlaganim ham. Hop, endi ba'zi arendaga chiqib ketyapti. Mana shunaqa apparatlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Adresimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Video davomida xudo xolasa bu apparatni ishlagan videosini ham qo'yib boramiz. Ana o'sha videodagi joda 220 voltga ishlaydi. To'liq qurib chiqaraveradi. Mana hozir mosh qurib chiqarilyapti.